Lekin men uchun eng qiyini bobomga xabar aytish bo'ldi. Chunki u o'shanda 93-94 yoshlarda, uyda o'lim to'shagida yotgan edi. Men unga aytishim kerak edi va men onamga, "Unda siz ham men bilan kirishingiz kerak. Menga qalqon bo'lasiz" deb aytdim. Shunday qilib bobomga, "Bobom, men musulmon bo'ldim" dedim va keyin u ko'zlarini yumib oldi. Men uni vafot etdilar deb o'yladim, chunki yoshlari katta edi. Bir necha soniyaga nafas olishdan to'xtadilar-da, keyin yana nafas olishni boshladilar. Menga qaradilar-da va "Mayli, har holda katolik bo'lmabsan-ku" dedilar. Juda hazilkash edilar. Radiodagi sobiq rahbarim bir kun kelib yana hinduizm yoki boshqa bir dinga o'tib ketmasligimni qayerdan bilamiz dedi. Bundan oldin hech qachon din tanlamaganman deb aytdim. Bir marotaba musulmon bo'lishimni o'zim tanladim. Bundan avval dinimni o'zim tanlamagan edim. Xristian oilada tug'ilganim uchun xristianlik yo'lida katta bo'ldim. Albatta, ularni menga qilgan yaxshiliklaridan juda minnatdorman. Lekin bu mening qarorim emas edi va men faqat bir marta musulmon bo'lishga qaror qildim. Va avval aytganimdek, o'ylaymanki aynan shu qarorim hayotim davomidagi eng muhimi va eng oqilona qaror bo'ldi. Men musulmon bo'lishdan boshqa hech bir ishni hal qilish uchun bir necha yil sarflamaganman.